Likseyimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugünkü islaha. 2021 yıl 12. ayının 29. günü. Mavzumunda başta okuğan edik buna. Cumhuriyet Kompartiyası 20. kurultayı Maşanlı Şinjan'ı başkurdu. Cumhuriyet Partiyası'nın Şinjan'ı başkuru siyasi nazik özgürlük buludu. Mavzulu haber 12. ayının 28. gün Duviyet orbiti ilan kılındı haber. Bundan başlan. 12. ayının 25. günü Cumhuriyet Kompartiya alakadar taraf çırtak attı. İmborga kılıç koşturgan Şinjan'ın sekreteri Çin Çuango emelde elip taşınıp, onun ornuna Guangdong ülkesinin ülke başlığı Ma Xiangrui'ni Şinjan'a sekreter kılıp tayinledi. Şinjan'ın hazırki başkuru şekli baş tartqılı bolmaydigan xiriska duç kelgan edi. Birinchi, davlat maliya chiqimi jihati odam kuchi maliya kuchini davomlashtirg'ili bo'lamdi yo'q. Ikkinchi, Amerika, Yevropa qatorliq davlat g'arb davlatlarining embargosi iqtisodiy besimi Şinjanning iqtisodiga eg'ir ta'sir ko'rsatdi. Şinjan meselesi ciddileşken seri Amerika, Yevropa qatorliq davlatlar Şinjan'a eg'ir embargo yurgizdi. Bo'libmi Amerika siyosiy jihati embargo yurgizgandan boshqa paxta mahsulotlarini embargo qiladigan oboketga aylantirdi. Ko'rdingizmi? Demak, hozir Şinjanning iqtisodi Amerikaning siyosati bilan chambarchas bog'lanib ketdi degan gap. Paxta Şinjanning eng muhim yezi egilik mahsuloti bo'lib, Şinjan maliyasining tövriki bo'libla qolmasdan, Şinjanda hatto butun mamlakatda bir necha 10 million odamning ishga o'rinlashish fursatiga ta'sir ko'rsatdi. O'tganda bir so'z degan edik, demak, 10 necha million Xitoyning ishga o'rinlashida Şinjanning paxtasi asosiy tövrik deydi. Paxta bo'libmi Jungoning eng muhim strategik va xalq turmushi moddiy bo'yimi edi. Demak, ochiq aytsak, Xitoy Şinjanning paxtasiga Xitoyni boshjama jambaqidi desangiz bo'ladi. Strategik moddiy bo'yim, turmush mulozimati moddiy bo'yim. Shuni Amerikaning embargo qilishi intayin xatarli. Tushundingizmi? Hazır kanunga imza qo'ydik, rasmiy qonunga aylandi. Amerikada Uyg'ur qonuni majburiy emgak selishning oldini olish. Amerikaning embargo qilishi shunga intayin xatarlik bo'lib, nishonni intayin to'g'ri tanlab oldi. Ya'ni bu deganlik, Amerika qanday joyga zarba berganda Şinjan masalasining hal bo'lishini qo'lga keltirib bo'ladi degandek, zarba beradigan joyni nayt dal joyida tanlab oldi deydi. Xitoy e'tirof qilyapti. Amerika Jungoning xalqaro obrazini xunuklaştirib, Şinjan iqtisodiga qon berish iqtidorini uzib tashlab, Şinjan iqtisodining qon berish iqtidorini uzib tashlab, Şinjan masalasini Jungoning iqtisodiy bog'chisiga va siyosiy bog'chisiga aylantirmoqchi bo'ldi. Demak, Jungoda bir masala bor, o masala Şinjan masalasi. Şinjan meselesi, Jungoning iqtisodiy meselesi, Şinjan meselesi, Jungoning siyosiy meselesi. Demak, Amerika moshini oboket qilib tanlab, ham siyosiy jihatdan zarb berdigan, ham iqtisodiy jihatdan zarb berdigan bog'chaga aylantirdi. Jungo Amerika raqobatida Şinjanni qansiraydigan besimga duchor qilmoqchi bo'ldi. Mesela Jungo ile Amerika o'rtasida raqobatda Şinjan masalasi kirib keldi. Endi qonun tuzildi-ku. Iqtisodiy munosabatda qonun tuzildi-ku. Tuzildi, endi mushu orqali qansiraydigan holga keltirib, Şinjan iqtisodini Jungoning Amerikaning o'rtasidagi Şinjan masalasini zo'r besimga duchor qilmoqchi bo'ldi Amerika. Shunga iqtisod Şinjanda sakrash taxtisidir. Şinjanni boshqarish uchun zo'r miqdorda mablag' solishga to'g'ri keldi.
Şinjan'ı başkuruş için zor meblağ seliş doğru geldi. Amerika Şinjan'dan kan beriş iktidarını üzüp taşlagan ahvalda Şinjan'da iqtisatla terakki kıldırıp güllendiriş meselesi oturga çıktı. Şolaşqa boqatim maşınrıyını Şinjan'a sekretar kılıp tayildi. Demek bu yerda iqtisatni terakki kıldırış, qaysi yo'l bilan terakki kıldırış efendim? Maşınrı efendi, sizga bir çağrıva mening beşim qetyapti siz uchun. Bu adam nima ish qiladi? Mustamlik Uyg'uriston nima ish qiladi? Nima ishni boshlaydi? Iqtisod tugashdi, mana birinchi paxta tugashdi. Paxtadan boshqa mahsulotlar bor. Demek bu yerda umumiy masala Şinjan'dan import qilinadigan mahsulotlarni Amerika tasdiqlamay turib, Amerikaning bozoriga kirishga ruxsat yo'q deyilib qoldi vatandosh. Bu belki tasdiqlamay turib degan so'z, ya'ni sizga yo'l qo'yib beryapti, ochib beryapti yo'lni. Agar pozitsiyangizni o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, Amerika o'ylashadi bunda. O'zgarish, siz jazo lagerini bekor qilamsiz, yo'q. Siz jazo lagerini bekor qilamsiz, yo'q. Bir millatning ustidagi millat hukmronligini, milliy hukmronligini Xitoyning bekor qilamsiz, yo'q. Gunohsiz odamlarni qirg'in qilish, soyqirib qilishni bekor qilamsiz, yo'q. Shuningga keldi, biz qo'l qo'ydik, qonun bo'lib qoldi, javob berasiz. Jungo Kompartiyasi. Nima dedi endi bir moliya masalasi, butun mamlakatning to'qimachilik yenik sanoati masalasi, 10 millionlagan odamlarning ishga o'rilish masalasi, mushlarning hammasi avval iqtisodiy halqada Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qatimqi qonunga munosabatlik bo'lsa, endi buning davomi iqtisodiy halqada, ishga debdi, siyosiy halqada. Ishga bir iqtisod, bir siyosat. Her işkilisini çığını tuttuk. Şinjan meselesi müşüye geldi. Qandaq yol qo'ysiz? Reis Xi Jinping aldığını soğan mesele nima? Bir Çinçvengoni elip ketishli meselesi emas. Bir Çinçvengoni ketishi bilan Şinjan meselesi hal bo'ldi degili bo'lmaydi. Bir Çinçvengo kelsa milyonlagan Çinçvengo az hukmronlik qilyapti Şinjanda deganga. Endi siz buni qanday qaraysiz deydi. Şuna shu narsa esingizda bo'lsinki vatandosh, davomlashtiramiz. Hozir mushtarqi zukam kayfiyati meni yani ezib qo'yibdi. Siz shunga diqqat qiling hozir. Ishkida saqlanish boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari qonunga imzo qo'ydi. Uyg'urni majburiy emgakka selishdan saqlanish qonuni. Jungoda hozir boshlandi saqlanish qonuni yo'q, saqlanish. Yani bütün memleket yenik sanatının gümran buluşudan saqlanish. Bak, to'qimachilik sanatının gümran buluşudan saqlanish. Jungo iqtisodining gümran buluşudan saqlanish. Biz bunu ikki saqlanish. Amerika Qo'shma Shtatlarining saqlanishi, Uyg'urni majburiy emgak selishdan saqlanish. Xitoyning saqlanishi yenik sanatning jungo bozorida gümran buluşudan saqlanish. Bunun o'tirisidagi mesele Şinjan meselesidir. Bunun o'tirisidagi mesele Uyg'uriston meselesidir. Qanday qilasiz? Jungdan hay, tunigan kuchi nima degandingiz? Siyosat o'zgarmaydi degandingiz. Bugun mana sizning doviy torbitingiz birinchi bo'lib mavzu qo'yibdi. Nim debdi? Şinjanni boshqaruv siyosatida nozik o'zgarish bo'ladi debdi.